Yangioboddan oyiga 1000 dollar daromad qilib turgan 23 sotuvli mana shu noturar joyimiz sotuvga qo'yildi. Ravnaq oshxonadan 200 metr o'tganimizda yoki 5-sex shundoqqina yonida ushbu joyimiz joylashgan. Ahamiyat berasiz, oldida kattagina parkovka uchun joy qoldirishgan. Mana oldi tomondagilar qo'shilgan bo'lsa, bu yerda parkovkani o'ylab turib, shuni joy qoldirib ketishgan ekan. Ertaga xususiy bog'cha yoki maktab qiladigan bo'lsangiz ham parkovkadan muammo yo'q. Darvozaxonamizdan katta yuk mashinalar bemalol kirib, bemalol chiqib ketadigan sharoiti bor. Umumiy olganda mana bu binoyimiz podvallar bilan birga 1440 metr kvadrat bo'ladi. Binoyimizni ko'rsatishdan oldin qo'shimcha joylarini tushuntirib o'tsam, bu yerda erkaklar ayollar uchun alohida sanuzalar joylashtirilgan. Orqa hovli qismimizda esa Uzmobile antennasi hamda o'zining alohida transformatori joylashtirib ketilgan. Faqatgina Uzmobile emas, tepa qismimizda ham yana bitta bor. Beeline ham antennasi bor. Ikkitasi yaxshigina oylik daromad keltirib turadi. Endi binoyimizni ko'radigan bo'lsak, qorovulxonamiz joylashgan. Undan keyin bitta xonamiz bor. U boshliq uchun mo'ljallangan xona. Mana bu yerda esa bitta kattakon seximiz bor. Hozirda ijarachisi bor. Tayyor ijara kelib daromad qilib turgan. Keyingi ko'radigan joyimiz esa ushbu noturar binoyimizning podval qismi. Sklad tarzida, ombor tarzida bemalol foydalanish mumkin. Yana bitta bo'sh xonamiz turibdi. Bu xonamiz ham birinchi ijaraga berilgan xona bilan deyarli kvadraturalari bir xil hisoblanadi. Shu bilan birinchi qavatimiz tugadi. Eng chekka qismimizda yana bitta xonamiz ham mavjud ekan. Endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda bu yerda kattakon bitta zalimiz joylashtirilgan. Keyingi ko'radigan xonamiz ham yana bitta kattakon zal ko'rinishida bo'ladi. Ishlab chiqarish uchun yoki tikuvchilik sexlari uchun mo'ljallangan, bemalol ishlatsangiz bo'laveradigan. Ahamiyat berasiz, hovlimizni kattaligiga, sababi 23 sotuvli bo'lgani uchun binodan tashqari ham yana xuddi shuncha bino sig'adigan joyimiz bor. Mana bu yerdagi bitta ofisning xonamiz joylashtirilgan bo'lsa, eng so'ngida yana 3 bo'g'imli bo'lgan xonalarimiz bor. Bu yerda bitta asosiy nazorat xonasi, koridor qismimiz, kichik sex hamda katta sex tarzida foydalanadigan joylar turibdi. Mana bu obrodunlarni o'zlari olib chiqib ketishar ekan. Shu noturar binoyimizda kommunal tarmoqdan suv hamda svetdan umuman muammo yo'q. Gaz ham mana shu qo'shni tomonlarda bor. Tortib olish imkoniyati mavjud ekan. Narxi egalari bilan kelishuv asosida bo'ladi. Videoni pastdagi telefon nomerini qoldiraman. Bog'lanib, mana shu noturar joyni sotib olishingiz mumkin.